Assalomu alaykum hammaga. Mana 57 lik turbo bilan 9 metr yerdaga ketdi. Ariol nasischasi Masad modga 1.8 kilovatlik. Nasischa yaxshi. Kuch chiqarish boshladi mana. Mana tepasiga paltren turbo ham qilib berdik. So'z uchun daxanasini ozgina kamaytirgan qilib berdim. Yopgan payt birdan davleniya kuchayadi, o'zi past. Mol sug'orishga, yerlarni supalay suv sepishga ham shularni qo'llab qilsa bo'ladi. Yaxshi xizmatlar bo'lsa agar qo'ng'iroq qilasizlar, telefon raqam qoldiraman. Assalomu alaykum hammaga. Mana 57 lik turbo bilan 9 metr yerdaga ketdi. Ariol nasischasi Masad modga 1.8 kilovatlik. Nasischa yaxshi. Kuch chiqarish boshladi mana. Mana tepasiga paltren turbo ham qilib berdik. So'z uchun daxanasini ozgina kamaytirgan qilib berdim. Yopgan payt birdan davleniya kuchayadi, o'zi past. Mol sug'orishga, yerlarni supalay suv sepishga ham shularni qo'llab qilsa bo'ladi. Yaxshi xizmatlar bo'lsa agar qo'ng'iroq qilasizlar, telefon raqam qoldiraman. Assalomu alaykum hammaga. Mana 57 lik turbo bilan 9 metr yerdaga ketdi. Ariol nasischasi Masad modga 1.8 kilovatlik. Nasischa yaxshi. Kuch chiqarish boshladi mana. Mana tepasiga paltren turbo ham qilib berdik. So'z uchun daxanasini ozgina kamaytirgan qilib berdim. Yopgan payt birdan davleniya kuchayadi, o'zi past. Mol sug'orishga, yerlarni supalay suv sepishga ham shularni qo'llab qilsa bo'ladi. Yaxshi xizmatlar bo'lsa agar qo'ng'iroq qilasizlar, telefon raqam qoldiraman.